Albatta. Albatta, agar xohlasangiz shuni qo'ymasligingiz uchun biz sizga pul ham to'lab beramiz. Do'stlar, hammalaring guvohliginglarda ham insta bloger, ham xonanda Guli Happy Life'ni bugun biz to'y xizmatiga Vodiyga taklif qilib ko'ramiz. Necha pul baho aytar ekanlar, birgalikda hammamiz bilib olamiz. Videoni ko'rishdan avval bittadan like bosib qo'ying. Men xursand bo'laman do'stlar. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aka tushimsiz? Allohga shukr, rahmat. Bezovta taqib qo'ymadingmi? Yo'q, bemalol. Guli Happy Life qo'shiqchini adminlari? Evet, to'g'ri. Aka, biz Vodiydan telefon qilib turgandik. Hop, eshitamiz akajon. To'y xizmatga taklif qilmoqchi edi. Shuning uchun opaning narx-navolari necha pulga kelishadi, shuni bilmoqchi edim. Inshaalloh. Aka, hozircha xizmatlarga chiqmay turibmiz. Buning sabablari bor. Nimaga chiqishmayapti sabab? Hozir birinchi o'rindan nimalar yo'q. Yana yaqin kunlarda uchib ketadilar o'shaning uchun ham. Narx-navolarini qiziqsak bo'ladimi? Necha pulga kelishadi, necha pulga yo'q? Hozircha endi gaplashamiz. Xudo xohlasa to'y kunlari aniq bo'lsa, inshaalloh gaplashamiz aka. Endi o'sha necha pulga kelishyapti? Men ko'plarga chiqishyapti. Tekta joyga ham kelibsizlar, uni eshitdim. Yo'q, lekin hozircha chiqmayapmiz aka. Agar xohlasangiz men shunday video tashlab beraman sizga, qayerga kelganlaring, Vodiyga kelibsizlar-ku. To'g'ri, endi biz taklifga chegaraga boramiz-ku. Endi bu narsalar sizga qiziqadigan joy bo'lmasa kerak. Yo'q, men ham узкий kurga chaqirmoqchiman. Unaqa ommaviy katta to'yga emas, узкий kurga chaqirmoqchiman. Agar iloji bo'lsa shu narxini aytsangiz, narxi qiziq men uchun. Shu kun bo'lsa hozir emas, o'shanda gaplashamiz. Narxini aytilmaydi. Yo'q, hozir gaplashamiz. Men tanidingizmi o'zi? Yo'q, tanimadim. Yashnar Ziyo degan bolani ko'rganmisiz Instagramda, bloger? Ko'rganmiz. O'sha bo'laman. Agar narxini aytgingizda, bu xalq uchun qiziq narsa. Men kontent olyapman, to'g'risini aytaman sizga, kontent olyapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, opa tushimsiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr. Yo'q, men sizni bitta ikkita ko'ruvdim-da, reyslaringiz tarqab ketganda. Hozir bitta narsani iltimos qilardim. Iltimos, men bilan shu narsani qilmang. Bu narsani qo'yib yubormang, iltimos, hozir. Nimaga, opa? Menga yoqmaydi. O'zi yaqinda mana shunaqa har xil ajotaj, PR bir narsalardan tinchidim. Qo'ying, shuni qilmang, iltimos sizdan. Yo'q, endi bu xalq uchun qiziq, opa. Men bilasiz, postoyanno shunaqa kontentlar olaman. O'zingiz ko'rgansiz videolarimni. Bilaman, lekin men bilan qilmang. Men boshim endi tinchidi. O'z sog'lig'im ham yo'q hozir. Qo'ying, shuni qilmang, iltimos, Yashnar. Shuni qo'ymasam xursand bo'lasizmi? Albatta. Agar xohlasangiz shuni qo'ymasligingiz uchun biz sizga pul ham to'lab beramiz. Gap so'z yo'q bu. Xafa bo'lmang, to'g'risida yoqmaydi shunaqa narsalar. O'zi charchadim men mana shunaqa narsalardan. Ha. Ya bo'ldi, gap so'z yo'q. Agar siz xohlamasangiz men qo'ymayman. Umuman bas qo'yish. Rahmat. Hurmatingiz bor. Hurmat qilarkan. Zamon bo'lsin, ijodlarga omad, juda hurmat qilaman sizni. Muxlislari juda ko'p. Men to'g'risi dayragimga nimada kommentlarda ko'p so'raganligi uchun men premoy chiqdim. Sizlarga ogohlantirganim yo'q, to'g'ridan-to'g'ri shunday telefon qilyapman. Shuning uchun mayli. Bilaman, Yashnar Ziyo juda ham akkuratniy ishlaysiz, juda ham chiroyli. Просто bizga hozir shu narsa kerak emas, iltimos, xo'p. Bo'ldi, gap so'z bo'lishi mumkin emas, opajon. Sizga ishondim, ha? Bo'ldi, chiqarilmaydi video, joni zamon bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Tushunganingiz uchun rahmat. Xo'p, rahmat opa, sog' bo'ling. Ana aziz do'stlar, hammalaring guvohliginglarda men Guli Happy Life'ni admini bilan bog'lanib ko'rdim. Hammalaring guvohliginglarda gaplashdim, lekin narx-navolarini aytmadilar. Endi Instagramga chiqarmang, videomni qo'ymang deb iltimos qilishdi. Lekin qo'yaman do'stlar. Chunki bu meni ishim, bu meni kontentim. Opaning ijodiga omad tilaymiz, xalqimiz yaxshi kunida xizmat qilib charchamasin. Bittadan like bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz videoni joylaymiz. Sog' bo'linglar do'stlar.